Chirchiq davlat pedagogika universitetida zamonaviy fanlar bo'yicha 4-chi xalqaro kongress o'tkazildi. Ko'p tarmoqli tadqiqot va ta'limning global istiqbollari mavzusidagi mazkur anjumanda turli tadqiqot sohalarini o'zaro bog'laydigan fanlararo yondashuvlar, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va ta'lim tizimidagi yangi g'oyalarni ilgari surish kabi masalalar ko'rib chiqildi. 4-chi xalqaro kongressda dunyoning turli mamlakatlaridan olimlar, tadqiqotchilar va ta'lim sohasidagi mutaxassislar bir joyga jam bo'ldi. Unda zamonaviy fanlar bo'yicha dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ishtirokchilar ilmiy tadqiqotlar va ta'lim tizimining turli sohalarini birlashtirish, fan hamda ta'lim o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish borasida fikr almashdilar. Bu uchrashuvning asosiy maqsadi ikki universitet o'rtasida imzolangan anglashuv memorandumini amaliyotga joriy etishdir. Tashrif davomida hamkorlikni yanada mustahkamlash va belgilangan maqsadlarga qanday erishish mumkinligini muhokama qildik. Shuningdek, xalqaro miqyosda raqobatbardosh reytinglarni oshirish uchun xorijiy talabalar sonini ko'paytirish, ilmiy maqolalar va iqtiboslar sonini oshirish, akademik obro'-e'tiborni mustahkamlash kabi muhim takliflarni ilgari surdik. Muhokamalar jarayonida ta'lim tizimida global miqyosda yuz berayotgan o'zgarishlarga e'tibor qaratildi. Tizimga innovatsion texnologiyalar va metodikalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish zarurligi haqida to'xtalib o'tildi. Konferensiyada ishtirok etayotgan Indoneziya, Koreya, Turkiya, Qozog'iston, Turkmanistondan kelgan mehmonlarning ma'ruzasida ham aynan shu narsani ko'rishimiz mumkin. Biz konferensiyaning yo'nalishini va bunaqa nomlanishini keng tarmoqli qilib olganimizning maqsadi faqatgina bitta yo'nalishga bog'liq emas. Bu mana bizning universitetda 10 ta fakultet bo'ladigan bo'lsa, har bir yo'nalishni o'ziga qamrab olgan. Shunisi bilan ham ahamiyatli va muhim hisoblanadi. Konferensiya yakunida oliy ta'lim va tadqiqot muassasalari o'rtasida hamkorlikni kengaytirish, qo'shma ilmiy tadqiqotlar va loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shuningdek, ta'limni raqamlashtirish va sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytirish, yetakchi xorijiy oliygoh tajribalarini tatbiq etish bo'yicha takliflar berildi. Sevinch Mingboyeva, Abbos Saydaliyev, Yoshlar.